Do'stlar, uy sharoitida bu qani boqyapsiz, yemini beryapsiz, o'zgarish zo'r bo'lyapti, foydani qilyapti. Endi go'ngini yo'qotish muammo bo'lyaptimi? Nima qilish kerak? Yechimi topildi bizda. Ahadjon do'stimiz bilan zo'r ixtiro bor. Buni ko'rsatamiz sizlarga. Go'ngini, ya'ni pul qilish. Xohlasangiz qishga o'zingizga bosing, xohlasangiz daromad qiling. Do'stim, ma'lumotni berasiz. Xo'p, qaranglar akalar, Muhammadjon to'g'ri aytayapti. Juda ko'p mol boqadigan insonlarda hamma narsasi zo'ri, bitta katta minus tarafi bo'ladi. Qani nimasi desangiz, mana shunaqa go'ngi. Agar aholining ichida boqadigan bo'lsa, sasiydi yo boshqa narsa bo'ladi. Mabodo hali injiq qo'shningiz bo'ladigan bo'lsa, jalba qilishi mumkin. Endi 20 ta 25 ta mol boqqandan keyin bir kunda bo'lmadi deganda 2 aravacha, 3 aravacha go'ng chiqadi. Ya'ni endi yem yegan mol albatta do'stlar o'z mahsulotini chiqaradi. Ya'ni bu hidlanishi mumkin. Endi qaranglar, bu hozir o'zi bepul narsa, bepul narsa. Endi qaranglar, mol boqqan odam qishda o'tin ko'mir olish shart emas. Men 100% bu narsani aytaveraman, qanaqa qilib deyapsizlarmi? Mana har xil odam bor, iminni mashina do'stlar qo'lingizda ushlab turib, tappiq qilib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, qo'lingizdan hidi kelib qoladi. Ertaga qo'lingizda bir ovqatlanyapti, boshqa narsa qilyapti, noxush hid kelganligi uchun ovqatlangiz kelmaydi. Ya'ni qo'lingizdan sassiq hid keladi. Do'stlar, shuni zo'r yechimini topib qo'ydik. Mana bu nima desalaring do'stlar, bu ya'ni tezay briketlar bo'ladi. Tezay briket bo'ladi do'stlar. Bu tezay briketlar ko'rganlaringda 6 ta tevasida teshigi bor. Bu nima qilib beradi? Bu do'stlar pastdan pechkaga qo'ygan paytingizda tagi reshotka bo'lganligi uchun havo pastdan oladi, mo'ri tortadi-ku, batdan gaz chiqib yonib beradi. To'g'ri qo'lda mana qilib quyilgan tezaydan ko'ra do'stlar buni effekti yaxshiroq. Nimaga? Bunda havo sirkulyatsiya, ya'ni chiqqanligi uchun havo pastdan kiradi, chiqadi. Yonishi zo'r bo'ladi, issiqni zo'r beradi. Endi nimaga qo'lim sasimaydi deganlarga do'stlar, mana sizlarga zo'r ixtiro. Bu do'stlar briket apparat bo'ladi. Muhammadjon qalay chiqibdi? Zo'r. Zo'r, xudo xolasa. Endi qaranglar. Biz yoshligimizda bu narsani qo'lda qo'yardik. O'shalarimiz bilan o'yizamiz. Bir hafta hidi ketdi. Xuddi o'sha narsaga bu yechimda mana qo'lingizdan hidiga aytyapsiz, o'zingiz mana bir hafta hidi ketmasdi deyapsiz. Endi buni hid umuman kelmaydi. Sinovdan o'tdi bu narsa. Sinovdan 100% o'tgan, chunki bu narsani biz sotayotganimizga hozir necha yil bo'lyapti? Adashmasam 2 yildan o'tdi yo 2 yil to'lay deb qoldi. Juda ko'p odamga berganmiz, juda ko'p odam foydalangan. Bu o'ta foydalanish oddiy do'stlar. Ayollar ham kerak bo'lsa uyda bekorchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz uyingizda do'stlar molingiz bor, o'zingiz ishni ishlaysiz. Mana tayyor do'stlar, xuddi mashina qilib ezasizda, tevasida o'zini dastagi bor. Dastagini do'stlar pastga bosadigan bo'lsangiz, xuddi mana shu briketimiz do'stlar chiqib beradi mana. Mana qarab turinglar. Pastini ko'rsatinglar chiqishini mana. Deb bosasiz do'stlar, bag'dan briket tayyor chiqaveradi. Oppa. Qalay? Zo'r. Buni ishlov berish ham shart emas ekan. Yo'q. Mana tortilgan taydan. Mana oddiy misol. Mana agar mana shu yerda o'ziga qo'yaman deydigan bo'lsa, agar siznikida qanaqa ventilyator qildirgan bo'lsa, do'stim, qurishi oson bo'ladi. Chunki havo bor-ku bu yerda, ventilyatorda ketyapti, havo aylanyapti, qurishi tez bo'ladi bu narsani. Ketmonda oson tortsin, aravachada umuman toshib yurmasin, xohlasa tashqariga olib chiqib olib, avtoga qo'ysin, ertalab qo'ysa, kech paytgacha quriydi. To'g'ri aravachani do'stlar, yaxshi harakat qilsalaring, adashmasam bilmadim bir yarim soat 20 minut qo'yib bezalaring kerak. Aravachada turaveradi, bosib betonga terib ketaverasiz, kech payt yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ldi. Quyish o'ta oson, preslanishi ham shunaqa, shuni oladi mana. Mana shunaqa qilib bosadi, o'zi preslaydi-da bu. Tayyor preslanib ketaveradi. Tayyor bo'lgandan keyin yana shuni oladi-da do'stlar, quyadigan joyiga olib turib, shuni bossa tayyor briket tayyor. Qalay? Bunga ahadjon nimalar qo'shsa bo'ladi? Xo'p, qarang, oldin biz to'g'risi o'zimiz uyimizga biz qishda yoqamiz. To'g'ri gap. Nimaga bepul narsa-da? Tayyor. O'tin ko'mirga pul sarflagandan do'stlar, biz o'zimizni uyimizdagidan olib quyib qishda to'g'risi o'zimiz yoqamiz. Pechkaga, hammomga yoqamiz. Uyning ichiga yoqsa ham bo'ladi. Iminni endi yana bitta savol tug'iladi. Uyga yoqsam hidi chiqmaydimi? Sasimaydimi deyishadi. Siz bilasiz, bizda ekonom pechka bor, o'zimiz ishlab chiqaramiz, o'zimiz sotamiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda do'stlar yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istonda chekka nuqtasigacha. Kerak bo'lsa qo'shni davlat Qirg'izistonga o'tgan yili adashmasam o'zim 100 tadan oshig'ini do'stlar olib o'tib, aqdagi o'sha qardoshlarimizga yetkazib berganmiz. Ular do'stlar olib maza qilib foydalanishdi. To'g'risini aytaman, Qirg'izistonda ham do'stlar talab zo'r bo'ldi bu pechkaga. O'zi internetga kirib ekonom pechka deb yozadigan bo'lsa, do'stlar bizga kelib chiqadi. Original logotip tushirilgani esingizdan chiqmasin, bo'lmasa mana shu nomerga telefon qilsangiz, biz pechkamizni videolariga tashlab beramiz. Iminni men o'zim ishlab chiqartirib sotayotgan pechkada yoqadigan bo'lsa, men 100% javob beraman, sasimaydi. Agar sassa briketni o'zida qoladi,
briket stanoy o'zida qoladi, pechka o'zida qoladi, men pullarni qaytarib beraman. Bu tomoniga ham davonasi Javob. Chunki u haqiqatda sasimaydi, tutamaydi. O'z ekonom pechkani juda ko'p odam bilib bo'ldi. Imini agar mana shu briket apparatdan olaman deyishadigan bo'lsa, Muhammadjon, narxi 300 ming so'm bo'ladi. Keyin buni основной materialida bu narsani har xillarini ishlab chiqarib yuborishgan. Imini bizga o'zimizga keladigan bo'lsa, ishlatgan mahsulotimiz, xo'p, trubamiz qalin truba ishlatilgan. Oldin bilsangiz, svarka apparatlarda, boshqa narsalarda qilinadi. Bu narsa spitsalniy lazer apparati kestirib, chertosh, xullas lazer ko'rinmayapti. Choklari bu nima, elektrod emas, hammasi kontashniy svarkada bo'lgan. Kontashniy svarkani bilishadi, baquvvat bo'ladi. Bu dastaylari bo'ladi, mana hamma narsasiga kontashniy ishlatiladi. Mana kraskasi ham yaxshi kraska bo'ladi, yuvib qo'yadigan bo'lsangiz, o'chmaydigandan bo'ladi. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqsin, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Aytib o'tgandek, narxi 300 ming so'm. O'sha gap, moli bor odam o'tin ko'mir olish shart emas. Faqat molda yem beryapti, semirtiryapti, cho'ntagiga daromad qilyapti. Moldan chiqqan mahsulotni unumli foydalanadigan bo'lsa, hamma tomonlama moldan foyda ko'rsa bo'ladi. Yemina mol boqib, go'nggacha ana pul bo'lyapti. Ha, mol boqib, semirtirib daromad qilish. Juda ko'p odam aytadi, buqa boqsam qancha daromad qilaman. Imina masini ham daromadga qo'shsa bo'laveradi. Chunki bu narsani mana oddiy misol, o'tgan yili bitta katta zilda o'tin 7 million so'm bo'ldi. Agar bundan siz har kunga chiqarni quyib zapas qiling, imina shunday tayyori gap yo'q. Imina do'stlar, agar mashina o'zini sotaman, siz adashmasam bir donasi 1000 so'm bo'lsa kerak. Agar 1000 ta quyadigan bo'lsangiz, quyib sotaman siz ham bo'laveradi. Bunga hoka aralashtirib yuborsa bo'ladi hali. Biz aytdingiz nima qo'shsa bo'ladi? Apilka bor-ku. Apilka qo'shsa, ha. Xuddi o'sha narsani ham qo'shib. Qarado bolam yaxshi aytsa kerak. Zo'r aytadi, chunki u ham bu ham yonadi. Agar hoka qo'shadigan bo'lsa, 10 minutda misol 10 minut yo 1 soat yonsa, unda uzayadi, vaqt uzayadi. Zo'r bo'ladi. O'g'lisi foydali maslahat bo'ldi ham yutamiz akalar. Do'stim, yana bir narsa, biz obunachilardan bir katta ob'yomda olaman deganlarga bir bonus yo'lini qilib beramiz. Ko'proq olaman deydigan bo'lsa, yo'lini qilib, o'zi qarangda bu narsaga ko'p qo'yilmaydi. Prosta foydali narsa bo'lganligi uchun biz yasab sotyapmizki, odamlarga foydasi tegsin. Imina mashinaqa qat'iy yo'qotishda bilmayotgan, yo bo'lmasam mashina olib quyayotgan bo'lsa, qo'lina har xil hid kelayotgan, boshqa narsa bo'layotganlarga biz tayyor apparat o'ylab topib berganmiz. Olib maza qilib ishlatsa, biz ham daromad qilinsa ham bo'laveradi. Bemalol. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r chorvaga podpiska o'pinglar, like bosib qo'yinglar. Do'stlar, mashinaga qiziqganlar do'stimiz kanalda kuzatib foydali ma'lumotlar berib boramiz. Akalar, like bosib qo'llab-quvvatlaymiz. Pastki nomerlarga qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol yana ham to'liq ma'lumotlar olaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holda yetkazib beramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.